Mana bu videoni bitta ko'ring. Bechora mehribon ona maymun nima qilsin, farzandi og'ir kasallikka chalinib qoldi. Birinchi odamdan yordam so'radi, rad etib haydab soldi. Ikkinchisiga iltimos qilib, farzandini qo'liga tutqazib, qo'llaridan ushladi-da, iltimos yordam ber deb o'zini tilida gapiryapti. Yaxshi ikkinchi odam mehribon ekan, mashinasiga solib uni больницаga bordi. больницада uni shifokorlar birinchi yordamni ko'rsatdi. O'sha yerda ham ko'rib turing, maymun derazadan qarab mo'ltirlagancha bolasiga qarab turibdi. Va maymunni farzand o'ziga kelgungacha ikkinchi odam uyiga olib boradi, unga ko'rib turganingizdek banan ham beradi. Lekin mehribon ona xayolida faqatgina farzand. Farzandim o'ziga keldimikan deb o'ylaydi, hattoki shu berayotgan qorni och bo'lsa ham o'sha anaqani yeya olmaydi, qaramaydi ham. Farzandi sog'ayadi, shofyor mashinasiga solib esa uyiga olib keladi. Mana ko'rib turganingizdek esa farzandini ko'rgan ona demak yugurgancha bag'riga bosyapti. Hech qaysi bir onani farzand dog'i bilan, farzandiga kasallik bilan sinab ko'rmasin. Buni do'stlaringizga yuborib qo'ying, onalarga yuborib qo'ying.